Mikserning 99% odam bilmaydigan funksiyasi bor. Juda zo'r. Qarang, agar mikserni olib, teskari qilib, ya'ni ostini ustun qilib oddiy shakarni sekin ichiga solsangiz, oddiy sodda shakar. Mana shunday qilib solamiz. Yirikroq bo'lsin, ko'rinib turadi. Keyin ustidan 2 dona paket oling. Yaxshisi 2 ta oling. Shunda oshxonani tozalab yurish shart bo'lmaydi. Paketni mahkam torting, tortilishi qattiq bo'lishi shart. So'ng mikserni yoqing. Mana shunday ozgina silkitib tursangiz ham bo'ladi. Uni atiga 10-15 soniya ushlab turing, yetarli bo'ladi. Bu shunchaki dahshatli g'oya. Men buni bilganimdan beri bir haftadir zavqlanib yuribman. Sizga ham yoqadi. Ozgina aylantirib, silkitib turing. Yetarli deb o'ylayman. Keyin paketni sekin aylantirib oching. Shoshilmang, eng muhimi shu. Mikserni olib qo'ying va natijada ideal shakar kukuna. Eslab qoling, like bosing, obuna bo'ling. Menda yana ko'plab ajoyib g'oyalar bor.